Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 2026-yil yoz fasli boshi uchun O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bunga ko'ra yozning birinchi oyi, ya'ni iyun oyi boshlanmoqda. O'zbekistonda iyun oyi odatda qanday bo'ladi va bu yil uni qanday kutish mumkin? Iqlim ma'lumotlariga ko'ra, iyun oyida o'rtacha oylik havo harorati may oyi qismatlariga 4-5 darajaga, cho'l hududlarida 6-7 darajaga yuqori bo'ladi. So'nggi yillarda O'zbekistonning barcha hududlari bo'yicha iyun oyining o'rtacha harorati barqaror ravishda oshib bormoqda. Oxirgi 15 yil davomida respublika hududining katta qismi faqat 2019-yilning iyun oyi, shimolda va cho'l hududlarida esa 2017 va 2018-yilning iyun oylari me'yordan biroz sovuqroq bo'ldi. 5 yillik bo'yicha o'rtacha hisoblangan iyun oyining o'rtacha harorati 2021-2025-yillarda haroratning sezilarli darajada ko'tarilganini ko'rsatmoqda. Respublikaning barcha hududlarida ushbu yillar davomida haroratning me'yordan o'rtacha anomaliyasi 1,3 darajadan 2,5 darajani tashkil etdi. 5 yilliklar bo'yicha o'rtacha hisoblangan iyun oyidagi havo harorati anomaliyasi. O'zbekiston hududining katta qismida iyun oyida o'rtacha kunlik harorat 31-36 daraja atrofida bo'ladi. Janubda va cho'l hududlarida esa me'yordan 3-4 daraja yuqori bo'ladi. Iyun oyida maksimal havo haroratining rekord qiymatlari 41-44 darajani, janubda va cho'l hududlarida 45-47 darajani tashkil etadi. Toshkentda iyun oyi mutlaq maksimal harorati 43 darajadir. Mamlakatimiz bo'yicha eng yuqori maksimal havo harorati 49,6 daraja. 1914-yil iyun oyida Termiz shahrida qayd etilgan. Rekord ko'rsatkichlarga yaqin bo'lgan havo harorati albatta kamdan kam kuzatiladi. Ayrim juda issiq kunlarda harorat 37-41 daraja, janubda va cho'l hududlarda 41-43 darajagacha bo'lgan harorat deyarli har yili iyun oyida kuzatiladi. Atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omil bu havo harorati juda yuqori bo'lgan alohida kunlar emas, balki issiq davrlarning davomiyligidir. Shunday qilib, 2023-yil iyun oyida deyarli 2 hafta davomida havo harorati 38-41 daraja atrofida, cho'l hududlarda va eng chekka janubda esa 43 darajagacha bo'lgan juda issiq davr qayd etilgan. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.